Assalomu alaykum, Zafar aka. Va alaykum assalom. Klimaden stendida sizni ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Umumiy endi sizni xulosalaringiz, stend bo'yicha taqdim qilayotgan mahsulotlarimiz bo'yicha, yangi mahsulotlarimiz bo'yicha taassurotlar va qanaqa qulayliklari sizga ma'qul keldi aka? Albatta sizlarning mahsulotlarni ancha oldindan ishlatamiz. Ko'p sinovlardan o'tgan, sifatlari yaxshi. Menga ma'qul kelganlardan bittasi mana bu. Nasosni guruhi, bistro montajlar. Ayniqsa bu hozirgi kunda ko'p qavatli binolar, ya'ni kvartiralarda isitish qozonni qo'yishga joy juda muammo bo'ladi. To'g'ri. Bitta shkafning ichiga amallab joylashtirib berish kerak bo'ladi. Qo'l bola yig'adigan bo'lsangiz, ulangan joyi boshqa ko'proq masofa kerak bo'ladi. Bular yaxshi yechim berilgan mana. Oldi orqa qilib bemalol qadar apparatga va ikkita uchtali nasosli gruppalar ham topli polga ham radiatorni o'ziga mas ishlatsangiz bo'ladi. Shular bilan ham albatta zo'r yechimlar berilgan. Kichkina joylarga bemalol kattaroq решение bera olasiz, ya'ni yechim bera olasiz. Va albatta uniboxlar har doim ishlatyapmiz va ko'pchilikka tavsiya beryapmiz uniboxlar bo'yicha. Bu ham qulay. Ya'ni faqat radiatorni tizim ozgina joyga topli pol qilish kerak. Shu joylarga ham bemalol yaxshi yechimlar. Va albatta rasvodomen kollektorlar. Bu anchadan beri ishlatamiz, muammo yo'q. Va yengillik, ya'ni zamonaviy yechimlardan bittasi balanslovchi kran. Oldinda qaysi ma'noda nasoslarni ko'p qo'yish ommalashib ketgan edi binolarga. 4 ta, 5 ta, 10 tagacha. Hozir endi teskarisi. Imkon qadar nasoslarni kamaytirish bo'lyapti. Ya'ni demak, har qanday binoni deylik ikkita nasos bilan ishlatsa bo'ladi. Bittasi to'g'ridan to'g'ri topli pol radiatorga, bittasi triqadoy bilan uni topli polga ishlatsak bo'ladi. Va endi qavatlararo bo'ladigan binolar bo'ladigan bo'lsa ham balanslovchi kranlar bilan buni albatta o'sha nasoslarni suv bosimi, tezligi, kuchi, hajmini bemalol boshqarsak bo'ladi. U bilan birgalikda nasos, ya'ni katyol isitish qozoni xonani ixchamlashtirsak bo'ladi endi. 10 talab nasos qo'yilmaydi. 2-3 ta nasos bilan xohlagancha binoni isitib, suv taqsimotini har qavatni kerak bo'lsa har radiatorga topli pol bo'ladimi, balanslovchi kranlar bilan boshqarsa bo'ladi. Bu ham yengillik va buni kelajagi ham bor. Albatta, minimal xarajat, maksimum sifat. Albatta, yaxshi yechim berilyapti. Ko'ryapsiz, ekologiya deyapmiz, boshqa deyapmiz. Borgan sari suv, ya'ni sifatli suvga talab oshib boryapti. Aynan shu paytda bu filtrlar juda ham foydali bo'ladi. O'sha suvning qattimligi va har xil nakiblarni oldini olishga. O'zi aslida har qanday binoga vada podgotovkada, ya'ni suv tizimini tayyorlash kerak. Biz qimmat mana smesitlar qo'yapmiz, qimmat isitish qozonlari qo'yapmiz. Agar bir suv tizimini, ya'ni yaxshi suv, sifatli suv solmaydigan bo'lsak, u ko'pga bormaydi. Albatta bunga bizga sifatli filtr kerak bo'ladi. Bu filtrlar siz hozirgi kunda tavsiya qilishga. Ayniqsa chetroq viloyatda masalan muammolar ko'p kuzatilyapti yoki yer tagidan, ya'ni skvajinadan suv oladigan holatlar bo'lib qolyapti. Bu zo'r isitish qozoni katyol qo'ying, lekin teplanmaydi, ko'pga bormayapti. Ayniqsa konditsioner katyollar. Shunaqa joyda filtrni o'rni beqiyos katta. Albatta, katta binolar uchun ham, ya'ni katta kilovatlilar uchun ham maxsus mo'ljallangan nasosli gruppalar, gidrosilika, gidrokollektorlar juda ham ajoyib yechimlar berilgan ekan. Azaldan bilamiz, bizani ya'ni unikal kachollardan juda ko'p obyektlarda o'rnatgansiz va o'ylashimizcha haligacha o'rnatib kelyapsiz. Ya'ni bu unikal kachollarni qaysi jihatlari, qanaqa qulayliklari sizga ma'qul keladi? To'g'ri, buni yashirmaymiz. Oldindan boshqa kompaniya, boshqa firmalar olib kelardi, shulardan mahsulotlarni ham o'rnatganmiz. Ya'ni buni masalan mana sizlarda ham ko'ryapmiz, zo'r sifatli katyol haqiqatda ancha yildan beri o'rnatganmiz va shu hisobdan o'sha kompaniyalar orqali zavodlarga borib ko'rganmiz ham. Sifat haqiqatda yaxshi, Italiya mahsuloti. Bemalol masalan tavsiya bera olamiz. Har xil katta binolarga ham yechimlari bor. Albatta, inshaalloh, Xudo xolasa. Va albatta aytganimizdek, katta o'lchamdagi binolar, katta kilovatli joylar uchun ham juda yechimlari zo'ri bor. Ya'ni o'z bitta hammasi gidrosilika yoki uni kollektorlari va albatta tepli izolyatsiya mahsuloti juda ham bir sifatli. Konditsioner katyollarni masalan katta kilovatlilari bemalol xohlagan binoga o'sha yechim berish imkoniyati sizlarda mavjudligi bu yana ham ustalar uchun qulaylik hisoblanadi. Inshaalloh, Xudo xolasa. Maqsadimiz albatta chiroyli bir yechim bo'lsin. Sizni stendimizda ko'rib va albatta mahsulotlarimiz bo'yicha umumiy fikrlaringizni bo'lishganingiz uchun albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va hamkorligimizda davom etsin aka. Xayrli bo'lsin, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar.